Bizni kuzatishda davom etayotgan aziz obunachilar, bu bruchina bo'ladi. Dekorativniy qishin yozin yashil holatda bo'ladi. Ko'chirish va ekish mavsumi boshlandi. Bugun 29-oktyabr bo'ladi. Xudo xolasa start berdik. Buni tayyor holatini ko'rsataman sizga. To'xtatib turing. Bruchina va boshqa dekorativniy ko'chatlarni istalgan turidan bor, cheksiz ko'rishlaring mumkin. Xudo xolasa juda ideal holatda shakl berib har birini tayyorlaganmiz. Murojaat qilishlaringiz nomerlarimiz 97 040 23 21. O'zbekiston va qo'shni Qozog'iston, Qirg'iziston Respublikasiga dastlabki xizmatimiz bor. Muammo yo dastlabki sovg'a ko'rishlaringiz mana bruchina bo'ladi. Bu qishin yozin yam-yashil bo'lib, dekorativ zonaga zo'r aytadi. Xudo xolasa bu tip listani o'zida kamida 300 ta 400 ta bor. Hammaga yetadi. Bunaqasidan ko'p bizda. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlaringizni yana takrorlayman. Telegram, WhatsApp nomerlari 97 040 23 21. Do'stlar, sog' bo'ling, like'ni bosing.